Assalomu alaykum azizam. Ushbu meditatsiya sizni har kunlik yuqori vibratsiyada doimiy bo'lish va ilohiy barakatli ayolligingizni orttirib boradi. Endi marhamat qilib ko'zlaringizni sekin asta ohista yuming. Nafas chuqur nafas oling. 4-6-9 texnikasi bilan 4 sekund nafas olamiz, 6 soniya ushlab turamiz va 8 soniyada nafasimizni chiqaramiz. Nafas oling. Ushlab turing va chiqaring. Har bitta nafas kirishida hayotni ichingizga oling. Har bir chiqishida esa barcha og'riqlarni qo'yib yuboring. Xuddiki hayotdagi barcha yuklaringizni qo'yib yuborayotgandek faraz qiling. Xuddiki u yuklar sizni tark etib chiqib ketyapti. Endi yuragingizga, qalbingizga e'tibor bering. U qanday urayapti? Yuragingizda iliq, oltin nurning paydo bo'layotganini his eting. Bu nur ilohiy ayollikning barakati. Bu nur sizni hayot oqimi bilan birlashtiruvchi muqaddas nurdir. Yaratuvchimizdan kelgan ilohiy nurdir. U yumshoq, ammo cheksiz qudratli. Shu qadar cheksizki, ummonlar qadar. Ummonlar ham uni oldida ojiz. U sevgi, ishonch va go'zallik bilan to'lib oqmoqda. Har nafas bilan bu nurning kengayishini his eting. U butun tanangizni to'ldiradi. Har bir hujayrangiz sevgi, tinchlik va farovonlik, serobgarlik vibratsiyasi bilan to'lmoqda. Endi ichingizda so'zsiz niyat uyg'ondi. Men ochiqman. Men qabul qilaman. Men barakatman. Ha, men barakani o'ziman. Endi shu so'zlarni yurakdan ayting. Men hayotdan go'zallikni qabul qilaman. Men mo'l-ko'llikni osonlik bilan jalb qilaman. Men sevgi va farovonlik magnitiman. Men serobgarlik va sevgi magnitiman. Men har kuni imkoniyatlar oqimida suzayapman. Men o'zimni sevganim sari hayot meni yanada ko'proq sevadi. Men hayotga sevgi berganim sari yaratuvchi meni mukofotlaydi. Men hayotga sevgi berganim sari yaratuvchi meni mukofotlaydi. Men hayotga sevgi berganim sari yaratuvchi meni mukofotlaydi. Endi tasavvur qiling. Tepa tomondan, boshingizni ust tomonidan, ko'kdan, osmondan tiniq nur sizni boshingizni tepasidan tanangizga oqib kirmoqda. Ha, bu nur yuragingizdan o'tib bajadaningizga oqmoqda.
U yerda hayot urug'lari yaltirab turibdi. Ha, siz shu bilan muqaddassiz. Har bir nafasda bu urug'lar faollashadi. Yangi g'oyalar, yangi imkoniyatlar, yangi muhabbat, yangi fikrlar aynan shu yerda paydo bo'ladi. Ha, so'zingiz, har niyatingiz shu ondan boshlab yaratilmoqda. Ha. Har bir oningiz shu ondan boshlab yaratilmoqda, tasavvur qiling. Siz hayotni o'zgartiruvchi kuchsiz. Siz barokatsiz. Endi o'sha nur yuragingizdan pastga nur bo'lib oqib o'tayapti tanangizdan. O'sha nur yo'lini tasavvur qiling. Keyin bajadoningizni, keyin esa butun yer bilan bog'laydi. Ona yerni mag'zi bilan. Yer sizni bag'riga oladi. Energiyangizni tinglaydi. Sizni barqaror qiladi. Har nafasda siz osmonga va yerga birdek ulangansiz. To'liq ayolsiz. Endi yuragingizdan ayting. Men sevgi va go'zallikning jismoniy timsolidaman. Men o'z nurim bilan dunyoni yoritaman. Men ichimdagi ayollik barokati orqali dunyoga tinchlik olib kelaman. Har so'z bilan tanangizda iliq to'lqin yuradi. Bu hayotning sizni tan olishi. Bu koinotning ha, sen tayyorsan. Sen yetarlisan degani. Endi yuragingiz tubidan shukr ayting. Rahmat bu hayot uchun minnatdorman. Rahmat bu sevgi uchun minnatdorman. Rahmat bu imkoniyatlar uchun, bu barokat, yangi bosqich uchun minnatdorman. Endi asta qo'llaringizni yuragingiz ustiga qo'ying. Bir necha soniya sukut saqlang. O'zingizni his eting. Yuragingiz urishini eshiting. Shu yurak urishlar ichida bir ohang bor. Ha. Bu ilohiy ayollikning barokati ohangi. Va endi ayting. Men barakatdaman. Men go'zallikman. Men hayotman. Takrorlang. Men barokatdaman. Men go'zallikman. Men hayotman. Men barokatdaman. Men go'zallikman. Men hayotman. Men sevgiman. Endi esa asta ko'zlaringizni oching va atrofdagi yorug'lik, tovush va hidlar orqali hayot sizni quchoqlayotganini his eting. Bugungi kun sizni kutmoqda. Nur, sevgi va barokat bilan. Mahik Love. Bugun bu meditatsiyada men bilan barobar bo'lganingiz uchun minnatdorman. Bugungi kuningiz muborak bo'lsin.